Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilarimiz. Mana bir kunimiz Hindistonda, mana Akash klinikasida holatda Jamshid akamni hozir proseduralari bor. Qorinlardan suvga namuna olib, suvlardan olib namuna olib, ya'ni analizga borib topshirishar ekan. Inshaalloh hozir mana shunga tayyorgarlik ko'rishyapti. Bizga kirish mumkin emas ekan. O'shanga iloji boricha chiqib turing deyapti. Mana doktor o'zlari ham kelyaptilar. Mumkin emas video qilish. Iltimos chiqing deganiga chiqamiz, majburmiz. Bularning ishi shunaqa. Agar imkon qadar olish harakat qilaman, inshaalloh. Bular onkologiya bo'yicha kelishgan. Hozir mana bizni doktorda doktor Parvinda nazoratda bo'ldilar, tekshirdilar inshaalloh. Qorinda suv bor, shunga qarab qorindan suvdan namuna olib tekshirtirib inshaalloh onkologiyasi qay darajadaligini aytishga harakat qilamiz. Onkologiya tashxisi iloyim begona bo'lib chiqsin. Sog' bo'linglar, charchamanglar, kasal bo'lmanglar.